Hammaga assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan To'rik Yusuf kanali. Videoni obloshkasidan ko'rib turganidek, bugun biz sizlar bilan TDM haqida gaplashamiz. TDM o'zi nima? TDMda qanday o'ynash kerak, taktikalar va ba'zi bir igroklar uchun maslahatlar ham bo'lib o'tadi. Videoni boshlashimizdan oldin kanalimizga obuna bo'lib qolishingizni so'rab qolgan bo'lardim. Aytgancha, sizlarni o'zim ochgan To'rik Yusuf Family gruppasiga taklif qilaman. U yerda birga TDM o'ynaladi, lobbilar bo'ladi, har xil turnirlarga birga qatnashamiz, klan ochiladi. Agar siz To'rik Familyga qo'shilmoqchi bo'lsangiz, Telegram yuzeringizni yozib keting, o'zim sizga javob qaytaraman. Qanday gapni cho'zmasdan videomizni boshladik. TDM PUBG Mobile'dagi eng mashhur o'yinni o'ynash turi. TDM so'zining asl ma'nosi Team Deathmatch, ya'ni jamoaviy o'lim matchi degan ma'noni anglatadi. Ko'p PUBG'lar orasida bu so'z turnir ma'nosini ham anglatadi. Mana misol uchun Lapar davroni TDM turnamenti. Qanday TDM turnirda siz slot sotib olishingiz kerak bo'ladi. Slot bu sizni o'ynashingiz kerak bo'lgan joyingiz. TDM turniriga kirgandan so'ng sizdan har xil ma'lumotlar so'raladi. Birinchisi, sizdan o'yin vaqtida ekran zapis olishingiz shart va ekran zapisingizni yoqib, telefoningizdagi ilovalar va boshqa narsalarni polnistyu ko'rsishingiz shart bo'ladi. Sizda bo'lmasligi kerak bo'lgan narsalar: Zarchiver, WireGuard, har qanaqa VPN turi va siz TDM turniriga kirishingiz mumkin. Turnirda M416 avtomatida o'ynaladi. Siz 416 ni har qanday nakladkada o'ynashingiz mumkin, lekin xuddi shu ovoz pasaytirgichni o'rnatmasligingiz kerak bo'ladi. TDM ning asosiy qoidalari: har 5 yoki 10 sekundning ichida metga berib turishingiz shart. Bir joyda 5-10 sekunddan ortiq qolib ketmasligingiz kerak. Birinchi joydan ikkinchi joyga qo'zg'alish paytida metga berib yurishingizga majbursiz va bitta pozitsiyada bitta killdan ortiq kill qilib bo'lmaydi. Doimiy pozitsiyangiz almashib yurish kerak bo'ladi. Va yana eng muhimi, ikkita konteynerdagi va sentrdagi orujalarni loot qilib bo'lmaydi. Agar shu qoidalardan chetlashgan holda kill qiladigan bo'lsangiz, minus kill olasiz. Ya'ni o'sha qilingan kill hisobga o'tmaydi. Va ba'zi bir igroklarga gapim. Siz TDM turniriga yoki birga bir o'ynalganda ota-onangizni pulini o'rtaga tikib qo'ymaysiz. Siz unday qilib shot olasizmi, nima qilasizmi, baribir operativnikingizni asabga tek bo'lgan bo'lasiz. Bu gapim xohlasangiz TDM turnirida, xohlasangiz oddiy o'yinda ham. Har qanaqa TDM turnirda o'zini prizavoy summalari bo'ladi. Misol uchun siz 10 ming so'm bilan kirsangiz, 100 ming so'm bilan chiqib ketasiz. O'zingizni kuchingizni ko'rsatib, o'ynab, operativnikingizni yutib. Hamma ham PUBG ga maza qilib o'ynash uchun, charchog'ini chiqarish uchun, depressiyadan chiqib ketish uchun kiradi. Ba'zi bir shunaqa kirisa, qanaqa desam bo'ladi, so'kinsam bo'lmaydi hozir. Yomon o'ynaydigan igroklar noq qilmasligini so'rab qolgan bo'lardim. Misol uchun mana men hozir o'ynab turgan o'yinimni ko'rib turibsiz. O'yinda qotyapti, lekin 20 ping. Bu operativnikim TDM turnirida emas, oddiy lobbida VPN bilan o'ynayapti. Men XS da o'ynayman. XS uncha-munchaga qotib ham qo'ymaydi. Mana bu meni odatiy hech qanaqa VPN ishki bilan tushmagan holatimdagi o'yinim. Men bu gapim bilan nima demoqchiman? Prosta to'g'ri o'ynani bo'ldi. Boshqa hech narsa kerak emas, hech qanaqa igrokka. Videomizni shu joygacha ko'rganingiz uchun rahmat. Sog' bo'ling, keyingi videolarda ko'rishguncha xayr. Shape of you.